hozirgi maktab bitiruvchilarini ko'rib akalar realni havasim keladi. Qanday edi mana shunaqa bolalar bilan maktabni bitirsaydim deb. Akalar menimcha shu biz o'qigan yillarda zavoddan mehr oqibat degan narsa shu ishlab chiqarish to'xtatilib, mana endi hozirga kelib akalar yana ishlab chiqarish boshlanganda, hozirgi sinfdoshlarni ko'rsangizlar, akalar gruppalar ochilgan, Instagram, Telegramlarda akalar 11 as the best, 11 day forever qilib orqasiga yurakchalar qo'yilgan. Ustozlari bilan, o'qituvchilar bilan akalar videolar qilib Instagramga qo'yibdilar. Biz o'zimizning o'qituvchimiz bilan rasm tushishdan ko'ra akalar realni Mendeleyev jadvalni yodlash sal osonroq bo'lganda, bolalarni ko'rasizlar-ku, hozirgi vaqtdagi vinetkaga tushishlari uchun отдельный formalar, tayyorgarliklar. Bizani vinetga akalar qiziq bo'lganda bitta kal kelgan o'ris. Ichimizda o'risdan tushunayotgan bolalar ham yo'q edi pashti. O'sha keladi, mana shu boshingizni qimirlatadi, stop deydi, boradi, tirs oladi, bir marta oladi. Yo'qmadi desangiz, udalить ham qilmaydi. Shu bilan o'sha ketdi. Biz bitirgan paytimizda akalar mehr oqibatga tupurib qo'ygan joyimiz bor edi. Shu maktabni bitiraylik, ko'chada ketayotganimizda shu bir-birimizni ko'rganimizda mana shu chapga o'tib ketadigan darajada bo'lganmiz. Bilmayman nima uchun, faqat bizani sinf shunaqa bo'lganmi. Kelaman 25-mayga oq ko'ylak yo'qda tursin, strishka qilib bir cho'milib ham bormaganman-da. Maktabni bitiryapsan deydigan odam bo'lmaganda, shu boraverganman, shu bitiray diplomni olay, baribir Amerikaga ketaman-ku deb realida. Maktabni bitirganimizdan keyin gruppa ochdik. Qadrdon sinfdoshlar degan. O sinfdoshlar shunday birdan yig'ildik-ku, akalar gruppada yarim soatga yetmasdan hamma gruppadan chiqib ketdi. Hattoki akalar mehr oqibat shu Telegramda ham bo'lmadi-da bizda.